bir ulug'zot o'ylab necha kun yashadimikin deb yozibsiz. U paytlarda kalkulyator bo'lmagan. Hisoblasalar 24 ming kun yashagan ekan. 24 ming bo'lingan 365 qilsalar chiqadi bir 67 70 yoshga borsa kerak menimcha. Xullas 24 ming kun yashagan ekanlar. Endi o'zlariga gapirgan ekanlar. Ey palonchi, sen agar eng yaxshi odam bo'lsang, eng taqvodor odam bo'lsang, eng kam gunoh qilgan odam bo'lsang, kuningga bittadan gunoh qilgansan. Bu degani bittadan oldin son yo'q. Eng kam gunoh qilgan odam bitta gunoh qilgan bo'lsa, o'sha men bo'lsam 24 mingta gunohing bor ekan. Endi o'sha zot aytdilarki, bandaga javob bera olmay bu dunyoda nimalar bo'lyapti. Endi men buyuk Alloh bo'lgan Robbimga 24 mingta gunohimga qana javob berarkinman deb o'ylanib turib o'shda o'lib qolgan ekan.